Muttaham oshnalar bo'ladi, bilasizlarmi? Ha, nazorat ishida ustoz hammaga daftar tarqatib bor. Kimniki chiqmadi desa, meniki deydi-yu. Hamma berganlari chiqdi, bitta seniki chiqmay qolishi mumkin emas. Men bilmayman ustoz. Ustida beruvniydi rasm bor. Men berganman. Toshni katta daftar bergan 12 varaq. Ustoz ham mana shu arxivlarda istab topolmay kelib 2 varaq yozasiz, 2 varaqni ham boshqasidan olib yozardi. Eng qizig'i test bo'ladi-yu. Test javobidan keyin ustoz kelib turib, "Senlarga ko'chirmagin degandim. Nimaga ikkovingni javobing bir xil deb berdi?" Savol bir xil bo'lgandan keyin javob bir xil bo'ladi. Yaponiyani poytaxt deganingizdan keyin Tokioda belgilaymiz deb tursizlar, muttaham yana boshlab bo'ladi. Ustoz, men bunga aytdim. 27 bo'ladi desam, bu mana shu oldi partiyaga o'tib bilib keldi nimanidir. Qara-ya, Yaponiyani poytaxti 27. 5 kere 5 Germaniya ekanda unda. Hali bo'ladi, ishlamasdan siqilib o'tirib bitta qarasanglar. Qilib hisoblab o'tirgan bo'ladi-yu. Eng qizig'i nazorat ishi tarixdan bo'lyapti-da, bilmayman nimani hisoblari kim bo'ladi.